Assalomu alaykum. 2026-yil futbol bayrami va jahon chempionati AQSh, Meksika va Kanada davlatlarida bo'lib o'tadi. Biz uchun o'ziga xos tajriba vazifasini bajaruvchi ushbu chempionatda O'zbekiston milliy terma jamoasi K guruhidan o'rin oldi va guruhda Portugaliya, Kolumbiya va play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan jamoa bilan to'qnashadi va shaxsiy taxminimga ko'ra 3-jamoa katta ehtimol bilan Kongo Respublikasi bo'lishi mumkin. Bugun biz jamoamiz jahon chempionatida qaysi jamoalar bilan qachon, qayerda to'p surishi haqida ma'lumot beramiz. Taqvimga ko'ra birinchi o'yin Kolumbiyaga qarshi 17-iyun sanasida Meksika davlatida, aniqrog'i Mexico City'da bo'lib o'tadi. O'z bag'riga 87 mingdan ortiq muxlisni sig'dira oladigan maydon qit'adagi eng katta stadion hisoblanadi. Ikkinchi turda Ronaldo boshchiligidagi Portugaliyaga qarshi 23-iyun sanasida AQShning Texas shtati Houston shahridagi 71 ming muxlisga mo'ljallangan stadionda to'p suramiz. Hal qiluvchi so'nggi tur o'yinida ham AQShning Atlantadagi Mercedes-Benz stadionida maydonga tushamiz. Agarda jamoamiz guruhda ikkinchi o'rinni egallasa, play-offni L guruhidagi ikkinchi jamoasiga qarshi Kanadada, Torontoda boshlaymiz. Agar 3-o'rin orqali chiqilsa, play-offda ham Atlantada qolamiz. Ana endi shaxsan menga eng ko'p yo'llangan savollarga javob berib o'tsam. AQShga futbol ko'rishga boramizmi? Aynan mana shu savolga javob bersam, eslatib o'tamiz. Hozircha futbol muxlislari uchun yengillashtirilgan tartibdagi AQSh vizasini berish haqida hech qanday ma'lumot e'lon qilinmagan va sizdagi futbol chiptasi AQSh vizasi garovi bo'la olmaydi. Futbol chiptasini xarid qilib ham AQShga viza ola olmaslik ehtimoli sizda mavjud. Schengen vizasi egalari esa Meksika davlatidagi futbol bahslarini tomosha qilishga tashrif buyurishlari mumkin bo'ladi. AQShga kelish uchun esa sizda kamida B1, B2 vizasi bo'lishi kerak. AQShda green karta bilan yashab kelayotgan vatandoshlarimiz bemalol Meksika yoki Kanada davlatidagi futbol bahslarida tomoshabin bo'lishlari mumkin bo'ladi. Ularga hech qanday cheklovlar yo'q. Faqat yodingizda tuting, siz AQShga qayta kirayotganingizda sizning yoningizda green karta yoki AQSh pasporti bo'lishi kerak bo'ladi. AQShdagi bir qator vatandoshlarimiz bilan futbol haqida gaplashganimda ular O'zbekistonning guruhdagi birinchi o'yiniga New Yorkdan avtomobil orqali borishlari, undan so'ng Texas va Atlantaga kelishi rejalarida borligi haqida aytishdi. Bu haqida navbatdagi videolarimizda ma'lumot berib o'tamiz. Jamoamizning o'yinlari bo'ladigan futbol bahslariga avtomobil orqali borilganda eng qulay yo'llarni va samolyot orqali qachon va qayerdan qanchaga chipta olish mumkinligi haqida va boshqa ma'lumotlarni navbatdagi dasturimizda aytib o'taman. Eslatib o'taman, hozirda FIFA rasmiy sayti chiptalarni sotuvga qo'yganicha yo'q. Chiptalarni faqat rasmiy saytlardan sotib olishingizni maslahat beramiz. Undan tashqari, AQShda O'zbekiston futbol fan klubi tashkil etildi va kerakli ma'lumotlarni AQShdagi elchixonamiz tashabbusi bilan tashkil etilgan fan klub o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga qo'shimcha va kerakli ma'lumotlarni joylab borishiga umid qilaman. Hozircha mana shular edi. Navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.